Assalomu alaykum. Yangi videoda ko'rishib turganimdan xursandman. Xo'p, endi bu videomizda SolidCam'ni ustanovka qilishni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilikda muammo bo'lyapti ekan, SolidCam'ni ustanovka qilishganda bir oylik versiyasini o'rnatib qo'yishyapti ekan. Bir oydan keyin yana boshqatdan Windowsni yangilab yana o'rnatishga to'g'ri kelyapti ekan. Endi shuni o'sha bir oylik emas, to bir oxir litsenziyasi bilan o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun Telegram kanalga men joylab qo'yganman SolidCam'da hamma versiyasini. O'zlaringga kerakli SolidWorks'niki bo'ladimi, SolidCam'niki bo'ladimi, bemalol yuklab olsalaring bo'ladi. Hop. Buning ichida AutoCAD kursimiz ham bor. Yoki bo'lmasam SolidWorks kurslarimiz ham bor. Bulardan ham bemalol foydalanib o'zlaringning bilimlaringni mustahkamlashlaring mumkin. Hop, endi xo'sh, bizga endi SolidCam'da 2025 da o'rnatishni tavsiya qilaman. Chunki sababi SolidCam har yangilangan paytida yangi versiyalarda qo'shib boradi yoki programmani oldingi xatoliklarni yangilab yoki borinki bir yangi funksiya qo'shadi. Endi kimda eski versiyalarda foydalanishni o'rganib qolgan bo'lsa, hamma versiyasi bor. Buni bemalol o'zlaringiz sketchat qilib, tortib olib, ustanovka qilishlaring mumkin. Hop, endi qisqacha ma'lumot berib o'tib mana SolidCam'da bo'limida misol uchun mana 5 ta papka bor. Ya'ni 5 ta part tashlab qo'yilgan. Bularni hammasini tortib olishlaring shart. Bittasini o'zini tortsalaring, programma xatoli bo'ladi. Shuning uchun hammasini tortib olib, o'rnatsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'sh. Videoni biroz pauza qilib turaman, vaqtdan yutishimiz uchun. Xo'sh, shuni ichida yana nimalarni tushuntirib o'tkazsam bo'ladi? Hop. Bitta papka ochaman-da. SolidCam 2025. Alohida papka ochib olaman. Tortilgan qismlarni bitta-bitta mana shu papkaga hammasini ko'chirib olaman. Xo'p, mana tortib bo'ldi hamma bo'limini. Endi hammasini bitta-bitta alohida bitta papkaga olib olamiz. 4-chi va 5-chi. Mana 5 ta papka shu joylangan hammasi bitta nimaga belgilandi. Endi buni boshini belgilab shiftni bosib hammasini belgilayman yoki bo'lmasa bo'shasa ham bo'laveradi. Mishkan chap tomonini bosib ushlab olib hammasini izvichit qilamiz bitta papkani o'ziga. Endi bitta e'tibor qilinglar, mana ikki yozib qo'yilgan SolidCam 2025 SV 2018 dan 2025 gacha versiyasi bo'yicha ishlasa bo'ladi. Hop, mana papkani ochib oldi. Solid Support papkasi bizda asosan mana shu crack fayl bo'ladi, litsenziyani ustanovka qilish uchun. Hop, endi o'qib chiqamiz. SolidCam 2025 SolidWorks uchun. Hop, download SolidCam 2025 English step legacy for folder install SolidCam as products SK. Hop, bizga aytayapti, birinchi o'zlaringga kerakli tillarni hop endi buni bekitib turamiz. Bizda mana yerda o'zimizga kerakli tillar bor. Ya'ni qaysi bir til kerak bo'lsa, ki oxirida papkani ko'chirib beramiz. Ko'chirib qo'yamiz ekan. Hop, endi birinchi qiladigan ishimiz install SolidCam 2025 for SolidWorks English versiyasini birinchi ustanovka qilishni boshlang deyapti. Qachonki sizdan litsenziyani so'raganda USB hardware keyni tanlab qo'ying deyapti. Hop, mana boshladik.
rozilikni bildiramiz. Mana ishda ko'pchilik xato qilib qo'yadi. Ya'ni C diskda bo'sh joy ko'proq qolsin deb D diskga ustanovka qilib qo'yadi. Asosan ko'p kompyuter, personalniy kompyuterlarda C diski SSD qo'yiladi. Ya'ni SSD xotirani bilasizlar, kompyuterda o'rnatilgan SSD ga o'rnatilgan programmaning uzatmalari bir necha barobar tez bo'ladi. Shuning hisobiga SSD qo'yiladi C diskga asosan. Endi C diskga o'rnatsalaring programmalaring tezroq ishlaydi. Keyin litsenziya o'rnatib turgan paytda crack fayllarda ham D diskga ham C diskga ikkiga bo'linib qolmasligi uchun bitta papkaga o'rnatgan ma'qulroq. Shuning uchun bunga tegmaymiz, o'zini original papkasida qolaversin. Xo'p, bizdan so'rayapti metrik, inch. Agar dyumda ishlamoqchi bo'lsalaring inch tanlaysizlar, agar millimetrda ishlamoqchi bo'lsalaring metr, o'zimiz millimetrda ishlamoqchi metrik holatda qoladi. Bu bo'limga tegmaymiz, o'zini kerakli fayllar. Solidcam 2025. Okey. Mana ustanovkani boshladi, biroz kutamiz. Ustanovka qilib bo'ldi. Litsenziyani so'rayapti. Mana litsenziya so'rab turganda agar sizlarda mana shu narsa chiqmasa, demak bilinglarki, oldin Solidcamda boshqa versiyasini o'rnatgansizlar. Chunki bu shuni tanlab qo'ysalaring, ustanovka qilish jarayonida o'ziga driverda ustanovka qilib oladi-da, keyin har doim olib kirganda o'sha driver orqali prema o'tkazdirib yuboradi yangi o'rnatgan paytlaringda. Shunga e'tibor qilinglar. Hop, bizga USB hardware keyni tanlashimiz kerakmidi? Mana USB hardware keyni tanlashimiz kerak ekan. Tanladik, finish. Ustanovka qilishni boshladi. Endi mana ishda bizga hozir kompyuterda o'ziga bitta o'zi alohida driverda ustanovka qilib qo'yadi. Hop. Bu ekan. Bular postprosessorlar ekan. Bizga endi asosan rus tili kerak bo'ladi. O'zi avtomatik ingliz tilida bo'ladi. Agar mabodo sizlarga nima kerak bo'lsa, ingliz tilida tursa bo'lsa, uni qilishlaring shart emas. Hop, mana bizga tayyor bo'ldi Solidcam. Xo'sh, endi keyingi masalaga o'tamiz. Unlock alfozlar mana hamma fayl nimani hozirgi mana shu papkani hammasini chiqarib olasiz. Zip-papdan deyapti, chiqarib Solidcamda original nimasi bilan almashtirib qo'yasiz deyapti. Endi bizga kerak emas, bizga rus tilini o'zi kerak. Rus tilini o'zi kerak. Xo'sh, endi bizdan so'rayapti C-disk SolidWorks ichiga. Shuni mana rasprodat qilsak, mana C-disk Solidcam o'zini original papkasiga olib kirib olyapti. Ya'ni Windows C-disk ichida, program fayllar ichida Solidcam 2025. Agar sizlarda bu narsa chiqmagan bo'lsa, mo'y kompyuterdan kirib C-disk program fayl Solidcam 2025 mana shu bo'limga kirasizlar. Endi mana bu o'sha location bo'limini ichida o'sha mana rus tilini tanlab turib, mana ichida ikkita papkani faqat obitib qo'yapman, mana permissiya qilib. Kopirovat qilsalar ham bo'ladi. Endi menga kerak emas bu papka. Mana ko'chirib qo'ydim. Xo'sh, endi keyingisini ko'rib chiqamiz.
Hop, to unlock SolidCam new word ADM insert what is close Windows run. This ADM break confirms the address to Windows register. Hop. Qoldi o'zini chiqib ketibdi. Xo'sh, Solid suhbatga kiramizda. ADMda beshgan chap tog'ini bosib kirgizdirib qo'yamiz ekan. Hop, keyingisi Dual change languages for SolidCam interface run all program SolidCam close chain. Hop, endi agar mabodo tilni o'zgartirmoqchi bo'lsalaring, mana postga bossalaring, mana bu yerda mana Choose launcher turibdi, ya'ni Softbox tilini o'zgartirish. Ikki marta bossalaring, mana hozir rus tilini o'rnatdik. Mana o'shancha rus tili. Agar hamma tillar o'rnatsalar, mana shu sizlarda tillarning spiskasi chiqadi. Kerakli tilni OK deb bossalaring, o'zi programma avtomatik nimada ishlaydi. Hop, endi multi-key setup. Hop, endi multi-keyga kiramiz. Buni o'chirib turamiz. Xo'sh, install multi-key deb o'qiymiz. Install multi-key, hop, if access. Agar sizlarda oldin multi-key o'rnatilgan bo'lsa, buni albatta o'chirib tashlashlaring kerak deyapti. Hop, install SolidCam'da uстановка bo'ldik. Copyright multi-key repair kompyuteringizga ko'chirib oling deyapti. Xo'sh, mayli, mana biz ko'chirib olamiz. Copyright diskni o'ziga tashab qo'yaman buni. Xo'sh, endi bizdan so'rayapti. Run administrator remove CDI. Xo'sh, e'tibor qilinglar, har bitta programma administrator orqali uстановка qilish kerak ekan. Birinchi remove boshlaymiz. Hop, keyin test mode. Xo'sh, batta uстановка qilamiz. Computer will automatically repeat enter test mode. Hop, test modeda uстановка qilib bo'lgandan keyin, xo'sh, mana oxirida enter deb bosing deyapti. Enter deb bosdim. Xohlagan klaviaturangizni bosing deb. Yana bitta enter deb bosdim, mana chiqib ketdi. Hop, keyingisi test modeni ishga tushiring. Kompyuter o'rnasa kompyuter avtomatik o'zi o'chib yonar ekan. Shuning uchun menda zapisda turibdi. Oxirigacha bormay qolishi mumkin kompyuter o'chish holatiga borganda. Test modeli bosdim. Mana o'zi klaviaturani bosing deyapti. Men shu joyda videoni bosib qo'yamdan to'xtatib turaman, chunki hozir zapis saqlanib qilib olsam, keyingisidan davom ettiramiz. Hop, mana kompyuter boshqatdan o'chib yondi. Shu o'chib yonganda e'tibor qilsalaring, mana ishda sizlarda yozuv paydo bo'ladi. Test mode Windows Zborka bir nima degan yozuvlar paydo bo'lib qoladi. Men hozir zapis qilganimni o'zbek qilmadim. Hop, endi davom etamiz. Xo'sh, test modeli ishga tushirib oldik. Endi installda davom etamiz. Har bitta qilib turilgan ishni bitta qanday qilingan bo'lsa shunday bajaringlar. Hech qaytini kesib yoki hech qaytini yashirib yoki hech qaytini o'zgartirib qo'yganim yo'q. Hammasini bitta o'zining holatida qilyapman. Maqsad keyin muammo bo'lmasin. Sabab agar qaytadan noto'g'ri uстановка qilinsa, nimani Windows'da boshqatdan zibros qilib berib yuborishga to'g'ri keladi. Xo'p, mana bizda so'rayapti. Mana shu driverni mana imya test proslav sistem устройства driverni uстановка qilib qo'yapti bizga. Sabab o'sha test modeli multi-keyni ishlatish uchun. Mana shu narsa kompyuterga uстановка bo'ladi. Keyingi versiyalarni o'rnatganlaringda mana shu eski 25 ta litsenziyasiga avtomatik olib kirib ketaveradi. Shuni hisobiga shuni to'g'ri uстановка bo'lsalaring, qolgan joy to'g'ri ketadi. Uстановка bo'syapman, mana qilib oldi. Xohlagan klaviaturani bos deyapti. Hozir enterni bosdim, chiqib ketdi. Hop, keyingisi. Hop, DC13B ni administrator orqali ishga tushir. Hop, mana. Selecting in file next multi-key. Okay.
kompyuterda nima holatini turgan papkani hozirgi mana crack papka turgan joyda ko'rsatib qo'y deyapti. Hop, next. Yes. Sync system file. Hop, mana sync system file. Kompyuterda turgan joyini ko'rsatib qo'ying. Hop, S diskda ichida. Xo'sh, menda bu Windows 10. Xo'sh, Windows 10 S diskda ichida ikkita nuqta. Xo'sh, S diskda ichida multiga turibdi. Bitma bir yozib o'tirmaymizda, shunday kopiyalavat qilib qo'ya qolamiz. Mana. Okey. Kirgizdirib qo'ydim qaysi nimada turganini. Hop, endi keyingisi reboot kompyuter deyapti. Kompyuterda o'chirib yoqing deyapti. Qon qilar ekan bo'yicha kompyuterda o'chirib yoqib video shu joyda to'xtatib turaman. Hop, mana o'chib yondi kompyuterimiz. Xo'sh, endi davom ettiramiz. Hop, testing mode. Xo'sh, kompyuterda o'chirib yoqdik. If you want to remove testing mode run administrator. Hop, testing mode edi. Uni administrator orqali uстановка qilib qo'yamiz ekan. Install. Hop, mana uстановка qilib qo'yapti. You will use automatic send work. Hop, mana yana bir marta o'chib yondi kompyuter. Mazza qilyapmiz bugun. Pon ishimiz kompyuterda o'chirib yoqish bilan bo'lyapti. Hop. Kiring deyapti. On created laptops you has to disable boot service BIOS so it won't work. This is worked in Windows 10 and Windows 11 upgrade. Agar sizda notebook bo'ladigan bo'lsa, BIOSdan Windows 10 bilan Windows 11 ga o'zgartirishingizga to'g'ri kelar ekan. Kirib ko'ramiz. Nima o'zgarish bo'ldi ekan. Men hozirgina uстановка qilib oldim. Xo'p, mana bizga SolidCam'da qaytga uстановка qilib qo'yishlarini ko'rsatyapti. O'zini zavodskiy joyda turaversin. Okey. Xo'sh. Mana bizda SolidCam'da hamma bo'limini avtomatik nima qilib qo'ydi. Agar sizlarda 30 kunlik litsenziya bo'lganda, mana shu yerda bizda 30 kunlik litsenziyani ishga tushirishdi. Nimasini berardi? Xo'p, misol uchun endi buni ishga tushirib qo'yadigan bo'lsa, mana ko'p ishga tushiradigan bo'lsam, xo'sh, endi instrument ustavit SolidCam новая призвание. Сохранить. Nima saqlayib qo'ying deyapti. Mana bizga SolidCam kiradi. Xohlagan o'zini SolidCamni o'zini ko'paytmasi bo'yicha saqlayib qiling, xohlasangiz SolidWorks bo'yicha saqlayib qiling, endi qizig'i yo'q umuman. Mana postprosessorlar tanlab, xohlagan 4 o'qlaydi, xohlagan 5 o'qlaydi. Qaysi o'qlaydi, nima qilsangiz, bemalol mana SolidCamni ishlatib, detalni nolini keyin beramiz. SolidCamni ishlatib, bemalol xohlaganlarincha foydalanishlari mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman, albatta. Qo'llab-quvvatlashni unutmaymiz. Shu qo'llab-quvvatlashlar bilan
biz yangi videolar chiqarishga yoki yangiliklar qilishga odamlarda qiziqish paydo bo'lib turganiga ishonch hosil qilamiz. Ya'ni qiziqish bo'lsa, albatta talab bo'lsa, bizdan ham taklif, harakat bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kanalga obuna bo'lib, Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar.